Mazkur loyiha qiymati 150 million AQSh dollari bo'lib, qo'shma korxona nafaqat mintaqaning, balki butun O'zbekistonning sanoat va qishloq xo'jaligi sektori uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda. Xitoy bilan hamkorlikda tashkil etilgan mazkur korxona paxta xomashyosini qayta ishlash sohasida yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Bu esa mahalliy iqtisodiyotning rivojlanishi va raqobatbardoshligini oshirishda o'ziga xos o'rin tutadi. Aytish joizki, 2025-2026 yillarda xalqaro sarmoyalar uchun O'zbekiston tashqi bozorlar bilan integratsiyani chuqurlashtirishni ustuvor vazifaga aylantirdi. Sirdaryo Jinku kabi loyihalar bu siyosatning amaliy ifodasi hisoblanadi. Jalb etilgan investitsiya nafaqat yuqori texnologiyali korxonani barpo etishni, balki mahalliy hamda mintaqaviy iqtisodiy muvozanatni mustahkamlashni ham nazarda tutadi. Ayni jihatni qo'shma korxona vakillari ham e'tirof etdi. Men xalqaro miqyosda faoliyat yuritayotgan kompaniya vakili sifatida shuni aytishim mumkinki, bugungi kunda korxonalarimiz tarmog'i bir nechta davlatni qamrab olgan. Hozirda Xitoy Xalq Respublikasida 115 ta korxonamiz faoliyat ko'rsatmoqda. Shuningdek, Tojikistonda 2 ta, O'zbekistonda 3 ta va Qozog'istonda 3 ta ishlab chiqarish quvvatimiz bor. Qozog'istonda yana 2 ta yangi loyiha hozir amalga oshirish bosqichida. Kompaniyamizning yillik umumiy aylanmasi 12 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Butun dunyo bo'ylab korxonalarimizda 30 ming nafardan ortiq xodim mehnat qiladi. Bu biz uchun nafaqat iqtisodiy ko'rsatkich, balki katta jamoa va ulkan mas'uliyat hamdir. O'zbekistonda tashkil etgan korxonalarimiz ham bosqichma-bosqich rivojlanmoqda. Ayni paytda mamlakatdagi loyihalarimiz yillik 52 million AQSh dollari atrofida aylanmaga ega. Bu ko'rsatkichni yaqin yillarda yanada oshirishni rejalashtirganmiz. Bosh ofislarimiz Xitoyda joylashgan bo'lsa-da, faoliyatimizni global boshqaruv tizimi asosida olib boramiz. AQSh, Avstraliya, O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'istonda ham vakolatxonalarimiz va boshqaruv markazlarimiz mavjud. Bu esa bozorlarga yaqin ishlash va hamkorlar bilan samarali aloqa o'rnatish imkonini beradi. Mahsulotlarimiz eksport geografiyasi ham keng. Bugungi kunda Yevropa davlatlari, Markaziy Osiyo mamlakatlari hamda Sharqiy Osiyo bozorlariga yetkazib berish yo'lga qo'yilgan. Xalqaro standartlarga mos ishlab chiqarish va barqaror sifat siyosati bizga yangi bozorlarga chiqishda katta yordam bermoqda. Kelgusida mavjud korxonalarni modernizatsiya qilish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish va mahalliy mutaxassislar bilan ishlash ko'lamini kengaytirish asosiy maqsadlarimizdan hisoblanadi. Biz har bir mamlakatda uzoq muddatli sheriklikka tayangan holda ish yuritish tarafdorimiz. Yangi yerda mazkur korxonaning ish boshlashi juda ko'p narsani o'zgartirdi. Korxonada xodimlar uchun malaka oshirish, zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish dasturlari yo'lga qo'yilgan. Bu esa investitsiya tushunchasini faqat binolar yoki uskunalar emas, inson kapitaliga kiritilgan sarmoya sifatida ham namoyon etmoqda. Bu yerda tayyorlangan mahsulotlar keyinchalik ip yig'ruv, mato to'qish va tayyor tekstil ishlab chiqarish korxonalariga yetkazilib beriladi. Demak, bir korxona ishga tushishi bilan butun bir sanoat zanjiri harakatga kelmoqda. Bu jarayon O'zbekistonni xomashyo yetkazib beruvchi emas, balki yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulot ishlab chiqaruvchi davlat sifatida namoyon qilishga xizmat qiladi.